Men Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan keldim. Dilshod doktorimiz kelganimizda mana hamma diagnostikalar qildilar, tekshiruvlar o'tkazdilar. Mana kelganman Buxoro viloyati Qorako'l tumanidan keldim. O'zi yurak sohasi bo'yicha keldim. Yuragimda ozgina muammolar paydo bo'ldi. Yuragim hapriqib, tez uradigan bo'ldi. Keyin qon aylanishlari yaxshi emas uchun men ta'sirini mana shu 10 kunda sezdim va yaxshi bo'ldim. Og'riqlarim qoldi, yuragim spokойно bo'ldi. Hamma muolajalar to'g'ri bo'lib, men xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim-da, Alloh rozi bo'lsin, haqiqatda xursand bo'ldim. Avvalo kasal bo'lmaylik, kasal bo'lsak faqat shu yerda davolanaman deb qaror qildim. Dilshodjonga katta rahmat, ota-onalari ham rahmat. Bilimli, zukko, yaxshi doktor ekanlar. Tajribalari bundan ham oshaversin, martabalari bundan ham ulug' bo'laversin. Kattakon rahmat.